Xayrli kun qizlar, yaxshimisizlar? Qizlar shu sredstvomizni ishlatib, postga qo'yganda, unda qozon yuvilganda men hozir sizlarga gazimni yuvib ko'rsataman. Gazimni yuvganimga 4 kun bo'lgan. Uji bu eski gazda qaranglar, bunaqa joylari ko'chib ketgan, batlari to'g'rilanmaydi. Ancha bo'lganda bu gazda olinganiga. Bu mendan ham katta bo'lsa kerak bu gaz. Hozir men ochib quyib ko'rsataman. Qoplog'i Rossiya mustahkam o'rnatilgan deb mana ochib oldim zo'rg'a. Mana shunaqa qo'yaverasizlar. Gazning holatiga qaranglar, biz kecha kompot qilgandik, gazimiz juda ham yomon bo'lib ketdi. Ko'p qilib qo'yaman. O'zi ichida rosa ham ko'p bo'ladi. Qo'yib bo'ladi keyin. Mana shunaqa qilib qo'yib, bundoq qilib uyutib qo'yamiz deb, bu endi chirkiga qarab uyutib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Mana shunaqa qilib hozir buni men 20 minutga uyutib, boshqa ishlarimni qilib turaman, ungacha tayyor bo'ladi. Уже effekti bilan ishni boshladi qizlar. Qaranglar. Simga qo'shdi, yaxshilab chiqarib yubordim. Endi mana. Sen ko'pirib ketadi, buni azilikga o'xshab, hech sassiqbas, dimog'ingizga turib qolmaydi. Ya, qarang. Hech ko'pirib, hech shirin chiqadi. Mana qizlar, effekt ko'rindi. Qaranglar, gazim oppoq bo'lib qoldi. Faqat mana bu joylarida bir ikkita gazda o'zini sira ko'chganligi uchun bir ikkita dog'lar qolib ketgan. Bu umuman ketmaydi, hech narsaga ketmaydi. Atak masretslarimizni do'y postesini ko'rsatdim. Sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Bundan da zo'r, bundan da effektli videolar hali oldinda.